xil tabassum chiroy holatda aytib boshqadir. Yayraydı. Ama şu sözgü layık tabassumni berib chiroyingga. Bulmalı. Da gam holatda emas. Tabassum holatda. Ha, tabassum berib chiroy. Yayraydı acep könglim, acep könglim, bağıra çimen yürsen, Mındaqlı qilsa, oyu ba'zan yerlerini. Bağıra yürsem, şu resmi şu sözni başqalarga deb berayotgandekçe şu holatingni başqalarga deb berayotgandek hayajon ichida. Shundaq holatda o'rlasang, naqshi degan cho'qqum yiqimliq bo'lish kerak-da. Ondan keyin o naqshi bo'ladi. Shunga sen o'zingni faraqlanishga chiroyli olsanki, endi chiroy ifodangda tabassum holatda. Tabassum rahat holatda. Anikaning yana deymi, ishonch bilan cho'mish naqshini. Chunki men yaxshi ayta olmayman degan ishonch bilan. Shunda bo'lganda sen ishingda ishonchsiz chiroyingda chiqadi, chiroying tabassum holatda bo'ldi. Naqshiningmi tekisini o'ylab baxmamsa, yayraydi ajab ko'nglim. Bog' ara chiman yursam, shu tekisning cho'kib chiroyingdimi shu mazmunni ifodalashing kerak. Shunga bu naqshang texmi chiroyli bo'ldi. Ha, tushundim.